Assalomu alaykum. Ra'noxon opa, siz bo'lasizmi? Ha? Ahvollaringiz yaxshimi? Uzr, bezovta qilib qo'ydik. Yo'q, unaqa demayapti. Alhamdulillah. Onajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, telefoningiz so'z bo'lsin, rahmat. Ilohim, bugungi juma ayyomi muqaddas kunlarda yana bir yoshni qarshi olibsiz. Har doim baxtu omad hamrohingiz bo'lsin. Tabrik so'zi loyihasi boshlovchisi Hurriyatxon bo'laman. Rahmat, telefoningiz so'z bo'lsin. Hammani shunaqa xursand qilib yuravering. Ilohim, amin. Shirin so'zli onajonim, bu oddiy qo'ng'iroq emas, bu quvonch, sog'inch va samimiy tilaklar bilan to'la yurak ovozi. Sizga bir inson yuragidan joy olgan mehrga to'la so'zlar. U kishi bu tabrikni aynan sizga yetkazishimizni istadilar. Kim ekan? Mehribonim onajonim, hech bir kunga unutmaydigan, har doim duo qiladigan kim bor deb o'ylaysiz? Bu so'zlar kimning ko'zidagi yoshi, yuragidagi quvonchi, tilidagi duo deb bilasiz? Kimni ko'z oldingizga keltirdingiz? Balki o'sha insondir. Mashallah. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehriboningiz Gulnozaxon qizingiz tabriklab qolmoqdalar. Rahmat. Qolaversa, tabrikka qo'shiluvchi Gulnozaxon, Shahnozaxon, Muhammadxon, Madaminxon, Zuhriddinxon, Munisaxon, Majuraxon, Ominaxon va barcha oila a'zolaringiz tomonidan Ra'noxon opani sizga atalgan ajib bir dilizxonlar yetib kelgan edi. Rahmat sizga, joningiz sog' bo'lsin. Ilohim. Shundan keyin doimo shunaqa yaxshi kunlarda bir-birimizni diydorlashib turaylik. Inshaalloh. Amin. Onajon, aytganingiz kelsin, hamma tabrik so'zlari faqat qog'ozda bo'ladi, ammo bu tabrik yurakdan yozilgan. Uni sizga yaqin insoningiz, qizingiz Gulnozaxon va nomlaridan o'qib eshittirsam maylimi? Mayli, rahmat. Rahmat sizga ham. Assalomu alaykum, men uchun aziz va yagona mehribonim onajonim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugun siz dunyoga kelgan kun. Men uchun bu dunyodagi eng qadrli sana. Chunki agar siz bo'lmaganingizda men bugun bu yerda, bu hayotda bo'lmas edim. Siz bizni otasiz katta qildingiz. Hech kim yo'q, hech kim yelkamizdan tutmaganda ham yonimizda bo'ldingiz. Yillarda ham ko'z yoshlaringizni ichingizga yutib, biz uchun harakat qildingiz. Ko'chada yuragingizni bosh egmadingiz. Doimo uydagi issiqlikni saqlash uchun yuragingizni tutib turdingiz. Sizning yuragingiz bu biz uchun butun bir olam, panoh, najot va mehr manbai bo'ldi. Men hali bola edim. Siz charchasangiz ham quchoqlab uxlatardingiz, och qolsangiz ham avval bizni to'ydirardingiz. Har bir kechani duo bilan boshlab, har bir tongni umid bilan ochardingiz. Sizning sabringiz bu tog'lardan-da ham ulug'dir. Dardingiz biz bilmagan yurakdagi jimjimador daryo edi. Mehribonim onajonim, men ba'zida tushunmas edim, ba'zida indamas edim. Endi ulg'ayib, hayotni ko'rib, yuragingizdagi mehr, azob, fidokorlik nima ekanini anglayapman. Siz mendan mehr so'ramadingiz, siz bergan mehrni so'zsiz berdingiz. Bu eng ulug' onalikdir. Mehribonim onajonim, bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Bu kun men uchun minnatdorchilik kuni. Sizga Allohimdan eng oliy ne'matlarni, sog'liqni, sabrni, tinchlikni va oxiratdagi eng oliy maqomni so'rayman. Men sizning oldingizda har doim qarzdorman. Bu dunyoda hech narsa bilan onaning haqqini to'lab bo'lmaydi, lekin men umrimni berishga tayyorman siz uchun. Siz meni kechqurun duo qilganingizda qanday so'zlar bilan duo qilasiz bilmayman, lekin men siz uchun har kuni duo qilaman. Ey Allohim, mehribonim, meni ona degan buyuk insonim orqali dunyoga keltirding. Alhamdulillah. U kishiga shundayin ajrlar berginki, har bir ko'z yoshlari gultasta bo'lib jannatga eltuvchi yo'lga aylansin deya haqqingizga duodaman. Onam, sizni yaxshi ko'raman. Bu so'z oddiy tuyulishi mumkin, lekin har bir harfida millionlab duo
duolar yashiringan. Siz menga hayot bergansiz, meni boqib tarbiyalab, har lahzada parvarish qilgansiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin qadrli onajonim. Sizga dunyodagi eng go'zal hayotni, eng yengil yo'llarni, eng ko'p quvonchlarni va eng chiroyli oxiratni tilayman. Siz abadiy mening qalbimdagi eng oliy, eng suyukli, eng aziz, mehribon insonimsiz. Menga siz keraksiz, bugun, ertaga, har doim keraksiz. Sizning farzandingiz qalbimizdagi mehrni his qilayotgan yurak bilan ushbu satrlarni sizga yo'llagan qizingiz Gulnozaxon ushbu satrlarni sizga yo'llabdilar. Rahmat. Seni joningiz sağ olsun. Sizin de şu bolalaringizi katta bize rohatini görüp dilingizde nime ordu havas bese görün Xudoyo rahmat sizge. Ancha quvondim, xursand bo'ldim. Maşallah. Seni joningiz sağ olsun. Ilohim. Rahmat. Kelinglar bugun. Minnatdormiz taklif uchun. Rahmat onajon, juda ham ajoyib, samimiy, qalbi go'zal ayol ekansiz. Mana shunday beg'uborlik har doim hamrohingiz bo'lsin. Siri bo'lmasin, necha yoshni qarshi oldingiz? 58. Maşallah. 58 bahoringiz muborak onajon. Ilohim 100 yoshlarga kirib yuring. 100 yoshingizda ham mana shunday g'oyibona tabriklab quvonchingizga sherik bo'lish bizga ham nasib qilsin. Kelinglar birga o'tiramiz rahmatlarga ham. Minnatdormiz. Mehribonim onajonim, bu hali hammasi emas. Gulnozaxon opani yana bir she'riy tuhfalari bor edi. Shuni ham taqdim etsam maylimi? Rahmat. Tashakkur. Mehri daryo farishtam meni, siz men uchun yagona duogoyim sarishtam mening. Sizni yaxshi ko'raman onam, yuzi nurli gul chiroyligim, qayta topib bo'lmas boyligim, qiblagohim jannat poyligim. Sizni juda yaxshi ko'raman ona, yaratgandan tilagim sizsiz, urib turgan yuragim sizsiz, bu dunyoda keragim sizsiz. Sizni yaxshi ko'raman ona, jahl qilib urushsangiz ham so'zingizdan ko'zim bo'lmas nam, g'amxo'rginam, hoksorginam. Sizni yaxshi ko'raman ona, ba'zan ketar yodimdan uchib, ba'zan esa iymanib cho'chib, aytmasam ham erkalab quchib. Sizni yaxshi ko'raman ona, yoshlanmasin sira ko'zingiz, dardga darmon har bir so'zingiz, hayotimda ma'no o'zingiz. Sizni yaxshi ko'raman ona deya ushbu ajoyib she'riy nomini ham sizga yo'llabdilar. Rahmat. Tashakkur. Joningiz sağ olsun. İşiniz önünden ketsin. Bolalaringizni orada hevesini ko'ring sizlar. Onajon, barcha tabriklar siz uchun bo'ldi, faqat sizga bag'ishlandi. Ana endi esa yuraklaringizni bir tinglangchi. Sizdan ham bizni eshitayotgan yaqinlaringiz uchun, sizga tabrik yo'llagan mehriboningiz Gulnozaxon qizingiz uchun ham aytarsiz-u, tilaklaringiz bormi? Marhamat, siz ham yetkazib berishingiz mumkin. Mana bu kızımın telefonu sağ olsun. Bolalarini orada hevesini ko'rsin. Minnaki yaxshi kunlar bo'lsa, shuni birga ko'rishlik nasib etsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Amin. Yana bir bor bayram muborak. Har yilingiz avvalgidan-da go'zalroq, har kuningiz zavqli va barakali bo'lsin. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Rahmat. Minnatdormiz, tashakkur. Bu tabrik sizga esdalik bo'lsin onajon. Bugungi kun esa qalbingizda abadiy qoladigan bayram bo'lsin. Omon bo'ling. Rahmat. Kelinglar. Minnatdormiz.